Digirilib kelen to'g'irlap olaylik. Assalomu alaykum. Qandaysizlar bolalar? Tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mazanglar yaxshimi? Ha, nima deyapti? Kristal beryapti deylarmi bugun? Tak. Strom coin bilan kristalni bugun mazasini qo'shirib ko'ramiz. Undan oldin sizlarga mana buni ko'rsatib qo'yay. Hop. Pulni amini chiqarib tashladik kecha. Kechki o'yinlardan foyda ham qilmadim. Zarar ham qilmadim. Ozgina 5-6 million foyda qilgan bo'lsam kerak. Faktiski biragi yutish kerak edi. Bitta bratan to'til oling degdi, men o'z boshimchalik qildim, gap yo'q. Uzr so'rayman buning uchun. To'til olganimda mashi o'tardi, atak mana bu Roma chichib berar ekan. Mana bu yerda qani bir harom bashtamida Selta degan komanda onlayn shaskur. Mana buni o'tkazdik mana shu pul bilan bugun bitta video qo'yamiz. Ozgina bir 500 minglik kuponiga pul ishlatdim. Juventus degan komandalar mana bu Lecce degan qaytdi u onlayn ko'tegiskini Ko'taman ham chaynavora degan komandada bir hozir hech kim bari futbolni tushunib bo'lmaydi. Xullas-da, короче. Men bir jinnalik qilib qo'yganman. O'tib ketsa 200 million pulimiz bor xullas. Endi yaxshi niyatda. Xo'p, ko'ramiz qani kristal nimalarga. Hop. Shundan boshlab voy bola. Voy bola sariq. To'g'ri aytdinglarmi deyman-da, kristal beryapti deb. Ular ozgina gaplashadigan gaplar ham bor. Kecha bitta brat ichkiga yozing, sizni ichkangizga yozolmayapman, gapim bor deb. Endi bari o'zim eshitasiz, hozir shuni bari anaqaga tashlayman, Telegramga tashlayman. Men umuman stavka qilmayman, lekin futbolni yaxshi tushunaman, bir ikkitasiga kupon aytib turaman, anaqa bunaqa deyapsiz-ku. Gap yo'q, mani o'ylab aytgansiz-ku buni endi bari yaxshi, gap yo'q. Prosta xafa bo'lmasangiz sizga bir gap aytsam. Hozirgi futbollarni hech kim tushunmaydi. Men sizga 100 talik javob beraman. Futbolni o'zini trenerlari ham даже tushunmayapti hozirgi futbol o'yin nima bo'lishini, nima qo'yishini. U 10 yil oldin bo'lganda men sizlarga bir kunda 20 ta kupon o'tkazib bergan bo'lardim. Gapimga javob ham beraman. Ne desiz, mana maqtanish emas, 25 yildan beri shu futbolni ichidaman. Shu 25 yilda 10 yilida o'zim o'ynaganman futbol. Shu Paxtakor Kids degan jamoasida men futbol o'ynaganman. Hamma chempionatda yaxshi tushunaman deb o'ylardim. Oldin tushunardim, endi hozir ko'ryapsizlar. Oddiy misol uchun men kecha Juventus nima qildi? Yuta olmadi. Celtic'chi 2 safardan beri men jalib yaxshi berib tashlashyaptim. Men tushunmadim. Voy. Chiqadigan vaqt keldi. Celtic 2 safardan beri meni kuponimni oqizayapti. Kecha Barsaga ham arang ishondim o'zim. Barsa ish qilib yutib bersin, zararlarimiz chiqsin.
Bitta shu kuponni olib qolardik. Bu endi aka futbolni tushunishingiz qani tushunsangiz nega o'zingiz shu termayapsiz kuponni o'zingiz uchun tering qani tashlang gruppaga mana shu kuponni man o'tkazdim. Действительно bir vыводlarimni ham tashlab ko'ring qani bir ko'ramiz. Rostdan tushunasizmi, tushunmaysizmi? Tamam, xafa bo'lmang mani gapimga man uncha javob yozganim ham yo'q sizga. Просто hech qaysi kazinoshning hozir kupon o'tkazolmayapti. Man hammasini kuzataman. Bir 5-10 tasi bilan aloqam ham bor. Chunki o'tkazib bo'lmayapti, ko'ryapsizlar o'yinni. 2 kun oldingi o'yinlar nima bo'ldi? Kim aytibdi deysizlar mana City 0-0 o'ynashini. 0.5 minus olsanglar ham daxuy pul bo'lib ketardi. Men bilsam bir 50 million pullar urardim mana shu agar City mana o'yinga 0-0 o'ynasa. O'ynashini bilsamda misol uchun. 0.5 minushiga kamida bir 7 koeffitsient beradi. Qolgan o'yinlarni 4 tami 5 ta o'yin nima bo'ldi? 0-0 o'yin bo'ldimi? Sotilyapti, ilojimiz yo'q, nima qilasizlar endi? Hop, bu rasxod qildirmasdan bersa bo'lardi endi. Xullasda tinchmisizlar o'zinglar? Poddesh uchun rahmat ancha. Telegramimiz ahvati ko'tarilib qopti. Gap yo'q, addushi. Boringlar shukr, bor bo'linglar. Kuponinglar o'tsin. 5-10 ta kupon tashlang. Hammasiga ozgina uramiz. Endi menda bir 3-4 tadan bitta o'tyapti-da har kuni jam maqtanishmas u. 5-6 koeffitsient bo'lsa ham o'tkazyapti, kuzatayotganlar ko'rishyapti. Endi 5-10 tasiga sizlar pul urib tashlaysizlar-da. Sizlarning kuponinglar o'tmay qolsa, keyin men yuragim siqilib yuradi. Mana shularni kuponini o'tkazib bera olmadim. Manada pullari ketdi. Keyin yana bitta gap menda yo'q kontoralarni so'rayapsizlar-da. Men endi Melbet 3-8 stars ultra pari keyin Coldbet fast pari o'shalarga so'raylar, men yig'ib beray chiroyli qilib. Qolgan kontoralar menda yo'q. Limebet, Dibibet, Xuybet unaqa narsalar yo'q. Xafa bo'lmanglar. Video qilib tashlab beryaptim. Bunday kupon terib yurgan odam o'zi. Bu beradi, majalab daxil rasxod qilib hozir. Gandon. Ko'takan. Hop, ketdik. Strategiya ham bilarkan sanayapti deb o'ylamanglar, tam bilmayman, просто o'zim sanab o'tiribman. To'xtab qoldi-ku.
Podrab berib to'shadi. Iye. Iye, jalla. Ana beradigan o'yinlar bu yoqda ekan-ku. Menga qaysidir o'yinlari tavsiya qilaverasizlar. $300 million qilib olaman shu yerdan hozir. Azizgina qoldi. Ha? Bitta harakat qilib yuboryapman. Qaytdi-ku cho'ta orqaga. Sizga ketma-ket ulaver bitta ketma-ket. Yana bitta. Bo'ldi. Mana, azartni tiyish mana bunaqa bo'ladi. Mukammal o'rgandim. Azart tiyish. Shunga yoqmaydi. Scratch kartni bir ko'raylik. Daxuydan bir o'ynamayapman shuni. Hop, 96 mingdan ketdi. Kazino o'ynamayman. To'g'risi kazino o'ynasam azartimni bosolmayapman. Mana bunaqa narsa bo'ladi-da. Bir ikkita o'yin bermay, sotib olasan, bermay turadi-ku. Bo'ldi, ancha oldi-ku, endi beradigan payt keldi deysizlar-da. Dalchi bermaydi shu o'yin bor. Mana shu tulkalarni ko'p beradigan kuni mana shu scratch kart yaxshi beradi. Kattaroq narsalarni bermayapti-da. Zeriktirishni boshladimi? Просто kecha ana bratni gapiga kirsam bo'lar ekan. Baribir o'tmas ekan-ku Roma. O'tmadi, to'til oling degan edi-ku.